Assalomu alaykum hammaga. YouTube ahli. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Bizni O'zbekistondan kuzatayotganlar. Hozir 5 ta oilamiz ham bizni O'zbekistondan kuzatyapti desamda. O'zbekistondan turib, Nigora video qo'yibdi. Dilorimpa, Dildor, Dilbar, Mohi, Nigorenga, Diyoram. Sizlarga ham salom. Bunday qilib like-ni meni bosib qo'yinglar. Anavi hozir direktda shortslarga qarasam, nima videosi rekka chiqish uchun anavi tag qo'yamizda videoga reshotka mayda nomchalar qo'yiladi, чтобы video ko'proq ko'rilishi uchun, odamlar izlaganda topish uchun. Odamlar уже rekka deb yozib boshlabdi, 5 ta k bilan, 4 ta k bilan. Men ham videomda mana bu yerda, yo'q, mana bu yerda qaranglar, men ham o'sha yerga yozib qo'yaman. Rekka qilib 8 ta k bilan. Oh my god. YouTube'ga hech vaqtim bo'lmayapti-da. Ishim ko'p, lekin bugun bitta video qo'yishga harakat qilaman. Anavi uzum bilan sirda yeb reaksiyasini ko'rsam, menga yoqdi masalan. Amerikanlik yangi menejerim Niki, uzum bilan nima sir yeb ko'rganmisan birgalikda dedi. Dedim, nima? Qanday desam, bir yeb ko'rdi dedi. Ana yashil nima Xitoyda uzum bor, karsilgan. Shu bilan bitta katta uzum bilan bitta cheese berdi. Yeb ko'r dedi. Sir nima sariq oq aralash Colby cheese bu. Yaxshi zo'r cheese. Mana shunday bo'lib ketdi-ku o'zim. Вообще zo'r ketar ekan ikkalasi. Sizlar ham o'zi aytyapsizlar, "Checha jinni bo'lib qoptimi?" deb. Yo'q. Kechga video qo'yaman nasib bo'lsa. Bolalar reaksiyasi. Endi bolalarga qanday yoqadi bilmayman, menga mazza yoqdi. Вообще yoqdi. Xullas, ish ko'p. Ikkita ishdaman. Bo'lyapti, hayot davom etyapti. Nargiz bog'chaga boryapti, ishga boryapti, bog'chaga emas. Boshqalar maktabga, maktabim tugay deb qoldi. Bir haftami, 21-mi, 22-mayda уже maktab tugaydi bu yerda. Hozir shu hafta mayda 10-da onalar kunida Amerikada. Shunaqa bizimiz. Bunday qilib boshni bunday qashlashgan baxt. Вообще ish ko'p. Onalar kuni kelyapti, onalar bayramlaring bilan Amerikada.